Rostdan ham 10 ming dollar atrofida yosh oilalar uchun uylar kerak bo'lsa, oylik to'lovlari 1-2 million atrofida foizsiz bo'ladigan bo'lsa, men harakat qilaman. O'zi anavi gapni aytish kerak. Xalq nomidan. Aytadigan bo'lsa, hozir aytaylik, akras shu yerda mana. Yo, aytgan duxinglar yetadimi? Bizdan nimaga yetdi? Nima qo'rqamizmi? Qayerda boradi? Bo'ldi. Tepada yuring, men aytaman. Ha, yo'q. Chiqaylik, qani ketdik. Hormaylar, assalomu alaykum. Marajon, qalaysiz? Dunyodagi eng saf mashina. Yaxshimisiz? Xullas, tez gapiramiz. Bu Sergeli City bilan ekoparkka mijozlari sizdan juda norozi. Norozi? Nimaga? Birinchidan, boshqa loyihalar bilan ovora bo'lib qolib, go'yo bularni esdan chiqarib qo'yganmisiz. Xo'p. Ikkinchidan, bu 14.200 dollarlik yosh oilalar aksiyasi faqat boshqa loyihalargami? Nimaga bu ekopark bilan Sergeli Cityga bo'lmaydimi yo bu yosh oilalar yo'qmi deyishyapti. To'g'ri, bor yosh oilalar ko'p juda ham. Iltimosimiz Sergeli City ekopark mijozlariga ham yosh oilalarga o'xshagan chiroyli bir aksiya qilib bersangiz. Xo'p, o'ylab ko'ramiz, nima qilish kerak? Masalan, tuzeli uchun 14.200 dollarlik uylar qilib berdik-ku. Akmal akamni sharofatlari bilan faqat yana qo'shing demang, qo'shmayman. Yo'q. Endi mana shu Sergeli City bilan ekopark uchun ham mana shunaqangi chiroyli imkoniyatni qilib berish iloji bormi? Faqat uylarning narxini 10 ming dollar atrofida qila olamizmi? Zo'r bo'ladi. Bepul qilib qo'ya qolaylik. Bu iltimos davom bor. Ha, Mana endi uyning umumiy narxi 10 ming dollar bo'ladigan bo'lsa, o'zi sizni kutib turdim. eshiting bu yog'ini. 10 ming dollar bo'ladigan bo'lsa, dori-porilar bor mabodo. Shuni yarmini to'lasa, bir 5 ming dollar to'lasa, boshlang'ich to'lov. Xudoga shukr. To'laydimi yarmini qilib? To'laydi. Xo'p. Qolgan to'lovni O'zim to'lab beray. yo'q, orasi 1 million bilan 2 million oralig'ida bo'lsin, oylik to'lov. Uni oshib ketmasin. Uni oshib ketmasin. Endi biz xalq nomidan kelganmiz. Xullas, rozisiz, ha? Mayli, mijozlarni fikrini men ham o'rganay. Sizlar o'rganib kelibsizlar. Bo'lmasa mana shu video izohlarida mijozlarning fikrini bir o'rganamiz. Agar rostdan ham 10 ming dollar atrofida yosh oilalar uchun uylar kerak bo'lsa, oylik to'lovlari 1-2 million atrofida foizsiz bo'ladigan bo'lsa, men harakat qilaman.